deydi. Ana shunda qarang nima deydi? İbrahim Aleyhisselam jahllar chiqqanda toshga shunday uradi, tosh bo'linib ketadi-da. Shunda bıçak aytgan ekan. Bıçak, nimaga toshni kesdingmi? Ismoilning bo'ynini kesyapsan deb bıçakdan ovoz chiqqan ekan. Ya İbrahim, ya İbrahim. Siz menga bir marta kesyapsiz. Menga Alloh taolo İsmoilning bo'ynini 70 marta kesma deyapti. Qaysini olaysiz? Shunda qarang, shuni bilib olinglar, hamma bilib olsin. Cebrail Aleyhisselam ko'k qo'chqorni yetaklab kelaveradi. Ya İbrahim to'xtang demasdan nima deydi? Allohu akbar, Allohu akbar deydi. Bag'da qurbonlik deb 3 kun avval sizlar bilasizlarmi? Har namozning oxirida, har namoz Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd 24 ta namozni aytasizlar-ku. Ana shu voqea bo'ladi-da. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam bayagi Cebrail Aleyhisselam Allohu akbar deganini eshitib qarasaki İbrahim Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam qo'ydi yetaklab kelyapti. Shunda İbrahim Aleyhisselam xursand bo'lganligida Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar. İsmail Aleyhisselam yotgan İsmail Aleyhisselam nima deydi? Allohu akbar va lillahil hamd. Ana shu bizga namoz 24 ta namozingizda, har namozlaringizda bo'lib qoldi. Kunlarida Cebrail Aleyhisselam qo'ydi yetaklab kelayotganda Allohu akbar deydi. İbrahim Aleyhisselam la ilaha illalloh, Allohu akbar deydi. İsmail Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam Allohu akbar va lillahil hamd. Ana shunda farishtalar yig'magan ekan. Ey Allohim, İbrahim sening. Jamarat manaslar chap tarafga qaraysizlar gumbazda. Kreditda toshni, bilasizlar, shaytonga tosh otadigan. To'g'ridagi. Shayton tosh otadi. Mayda shayton, o'rta shayton, katta shayton. Uchta joyga tosh otiladi. Bilasizlar? Inshaalloh Alloh beraymi. Sizga ham gumbaz o'rtadagi. Ana shu. Uchta o'di. Bizga birinchisi ko'rib turibdi. O'rtachisi keyin katta. Qarang azizlar, mana shunda tosh otishlikda vojib amalda bu. Vojib amal. Albatta bunga kelgan. Alloh. Hozir shunday yo'l qilingan. Qarang, borgan odam strechga qaytmaydi. Bor aylanib o'tib ketadi. Borgan odam boradi, aylanib o'tib ketadi, strechga qaytmaydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu xavfsizlik nuqtai nazaridan. Allohim sizlarga ham mana shunday bir ulug' fazillardan Allohim bahramand aylagan bo'lsin. Mino vodiysida bu, Mino vodiysi. Ayla mana rasmni ko'rib qarang, ayla. Jamarat.